Bizning yana bitta yotoqxona mebellarimiz zakaz asosida tayyorlandi. O'zingizlar bitta baho berasizlar. Juda ham bir o'zgacha ko'rinishda chiqdi. Hamma narsasi juda ham komfortniy и удобный и vidi ham bir boshqacha ko'rayotgandek. Tumichkalarni, burchaklar avalniy qilingan. Bu joylari hammasi shpanirniy ko'rayotgandek barxtni tilla lentalari bilan juda bir boshqacha. Kravatda ham bosh tomonlari, spinkalari boshqa. Mijozimiz shu narsani xohladiki, garderob qismimizni ochuv bo'lishini, o'shaning uchun yopmadik. Fasad qo'ymadik. Shu narsani xohlashdi. Bu yoqda даже atamankalari bilan, pushkalari bilan. Buni ham patologi juda baland, ko'rayotganlardek 4 metrdan oshuvlar patolog. Juda bir o'zgacha chiqdi. Xudo xolisa. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, bemalol Ideal Dorga murojaat qilinglar. Xudo xolisa ko'ngilli qilib yasaveramiz.